Assalomu alaykum aziz do'stlar, hurmatli obunachilar. Bugun xudo xolasa mutnida ov qilamiz. Anchadan beri kelganim yo'q. Endi mana shu kunlarda kunlar isib qolganiga bir tekshiray deb bugun keldim. Sizlar bilan birga hammamiz birgalikda ov qilib ko'ramiz. Qanaqa vaziyat, qanaqa baliqlar tushadi, bugun tekshirib ko'ramiz. Mutni qanaqa bo'ladi, qanaqa joy deganlarga mana ko'rsatib qo'yay. Mana shunaqa joy bo'ladi. Endi Sirdaryo viloyatida yashaydiganlar hammasi biladi. Bu Zibro'sda bu mashhur Zibro's. Ko'p baliq ko'p bu yerda. Endi bu vodiylik boshqa joydan, boshqa viloyatdagi aka-ukalarimizni e'tibori uchun ko'rsatib o'tyapman. Bugun shu yerda ov qilamiz. Video sizlarga yoqadi degan umiddaman. Video yoqsa like bosib qo'yinglar. Kanalga obuna bo'lib, qo'ng'iroqchaga bosib qo'yasizlar do'stlar. Endi bu yerga mavsum boshlanadi. Xudo xolasa iloji bo'lsa har 2 kunda bir video tashlashga harakat qilaman. Kuzatib boringlar. Bo'lmasa men boshlayman. Do'stlar, xullas nimchani eshitdim. Nimchani machaq qo'yib ketaman. Past tepaga sumkacha oldim, yangi. Narigi sumkam zamoglari unchalik ishlamay qoluvdi, mana unisniki faqat. Shuning uchun yangi sotib oldim. O'sha o'tgan yilgi sumkadan menga yoqdi bu sumka. Yoqqani sababini aytganman boshqa videolarimda. Bugun ham aytib o'tishim mumkin. Bu koja bashara materialdan bo'lgan. Buni xullas kir bo'ladi, yo'q bo'ladi, shuni arsalari toza bo'ladi. Sababi shu, shundan olishim sababi shu. Biroz yaxshi sumkacha. Suv lekin do'stlar moshni tushib ketibdi-da. Nariyoqdan kelmadim, mana shu yerdan tushaman. Mana shu qulayroq menga. Mana shu joy qulayroq, mana shu joydan tashlash. Bir marta kelganman, bir marta. Endi bu yoqdan baliq ushlasak qanday chiqaramiz? Buni saqib olamiz do'stlar. Baliq ushlab olaveraylik. O'zimga joy qilishim kerak. Sumkachani mana qo'yamiz. Men bu yoqda ikkinchi marta bo'lyapman. Hech kelmaganman demayman. Mana ana yerda ham bir ikkita qamishlar bor, ularni ham xudo xolasa tozalab tashlaymiz. Men qarmoqni mana ustiga qo'yib qo'ysam ham bo'ladi. Qamish ustiga pastavka, stoyka kerak emas do'stlar. Xullas ikkita bu yoqqa tashiyman deb ikkita qanot olib keldim. Ikkita donka olib kelganman, bitta paposhni olib kelganman, bittasini karmushka qildim do'stlar. Bittasini karmushka qildim. Xudo xolasa. Karmushkani ham undaqani qilib yasamadim, oddiyroq qilib yasadim. Endi hozir hali sovuq bo'lgani uchun, hali unchalik issiq bo'lmagani uchun kichkinaroq kurchoq qo'ydim. Bilmadim. Menimcha bozorga tushganimda o'ta yaxshi kurchok ber dedim. Shiday firmasini kurchogini berdi shekilli. Bu kurchok ham sharda turibdi. Agar video davomidan u bo'lsa ko'rsatib o'tib ketaman. Bunga hozir ozgina xamircha yasab kelganman. Endi bu do'stlar sazan uchun-da. Sazan uchun. Sazan bormi yo'qmi bilish uchun xamirdan foydalangan yaxshi-da. Kurchokcha. Bunda chuvalchangim bor, ishchada. Mana xamirchani shuna qo'yib ko'raylik qani. Agar yetmasa yana olamiz. Endi ko'p xamir qo'yish niyatim yo'q-da. Og'ir qilib agar baliq 100% borligini bilsangiz, ko'p qo'ysangiz bo'ladi. Bu ham kam hisoblanmaydi.
o'rtacha. Asosan bu baliqni chorlash uchun-da. Do'stlar. Hozir bu yoqda mana chuvalchanglarim bor. Qanaqa bironta bir bunaqa o'rtachasidan qo'yamiz endi. Kurchok kichkina. O, do'stlar, baliq o'ynayapti. Havo yaxshi-da bugun. Shiday kurchok do'stlar. Tishi ana shu o'tkir kurchok. O'tkirligiga gapi yo'q, lekin sal mana ushlab qolaydigan tishi kichkinaroq bo'ladi. Shuning uchun men unchalik xarid qilmayman bu narsani. Endi yangi agar ovchilarimiz bo'lsa, iloji boricha tishi katta kurchok sotib olinglar. Ichkarida tishi bo'ladi-yu. Men shuni kattarog'ini sotib olishlaringizni tavsiya qilaman. Xo'sh, qani. Bismillahirrohmanirrohim. O, menimcha joyiga tushdi. Sal aytdim, mana qamishlar bor. Xalaqit beradi. Sal mana bu ham mavzular ham balandroq ekan. Mana do'stlar, bitta qarmog'imiz tayyor, xudo xolasa. Endi hozir ikkinchisini olib olaman. Ikkinchisini ham tashiymiz. Ikkita donka olib kelganman, mana shu yerga tashiyman deb. Keyin bitta poploshni olib kelganman. Endi poploshniga nari yoqda bitta joy bor edi. O'sha yoqqa borib tashab ko'ramiz. Mana do'stlar, bu oddiy ikkita kurchokli qarmoq. Buni bilasizlar. Ko'p ko'rgansizlar. O'sha iskanovsida. Endi bugun maqsad qaysi biriga ko'proq aytadi, shuni proyektga tekshirishda. Bunaqa montajga tushadimi yo karmushkaliga tushadimi, shuni bilish maqsadda. Mana bunisi ham tayyor, xudo xolasa. Endi buni o'sharoq otamizda. O, suv yomon tushibdi lekin. Mana shu daraxtning orqasiga tortib qo'yishimiz kerak-da. Do'stlar. Mana do'stlar. Ikkala qarmoqlarimiz ham tayyor, xudo xolasa. Hozir bu qarmoqlarga ikkalasiga ham qo'ng'iroqcha qo'yib qo'yaman. Endi o'zim mana yerda poploshida ushlab o'tirsammikan degan unim borda planim. Oh, mana uni tortyapti shekilli. Mayda lekin. Rosa mayda baliqqa o'xshaydi. Oh. Ko'ramiz do'stlar, bo'lmasam hozir poploshini olamiz. Poploshini olib borib mana shu joy tepadagi joyga tashab o'sha yerda o'tiramiz. Do'stlar, xullas poplokka aytgan joyim mana shu yerda. Mana. Lekin o'sha kelgan kunimda suv rosa ko'p edi.
hozir lekin juda kam. Kam bo'ladimi, ko'p bo'ladimi do'stlar, bizga baliq tushsa bo'ldi. Hozir yaxshi chuvalchangga qo'yamiz. Chuvalchangni har xillari bor. Katta, kichik, yarimtalik, butun, har xilidan bor. Mana chuqurligini qancha qilsak bo'lar ekan. Hozir ko'ramiz. Mana shunchalar qildim mana. Shu qamishlar tagida karaslar bo'ladimi deb o'ylayapman-da. Do'stlar, bitada topdik. Mana. Olib qo'yamiz. Mana do'stlar, xudo xolasa. Ikkita qarmoqni nariyoqqa tashladim, bitta populashini bu yoqqa. Uzoqda emas, u ham bir 10-15 metr nariyoqda turibdi nari qarmoqlar. Qo'ng'iroqchalarni qo'ydim, agar tortsa eshitiladi, borib tortib olamiz baliqni. Populashni endi manshadimda suv aylanayotgan joy bor, hozir mana ko'ryapsizlar, dumaloq. Mansha qulaymi deb o'yladim. Bo'lmasam davom etamiz do'stlar, kuzatib boringlar. Qani bugun qanaqa bo'lar ekan? Do'stlar, baliq keldi hozir. Hoppa. Sazan do'stlar. Ana do'stlar, buni sazancha desa bo'ladi. Hozir populashni oldidan kelib qarab turdim. Tortib qoldi-da sazancha. Shunaqa. Sazancha. Do'stlar, kichkina bo'lsa ham lekin zo'r tortadi. Qo'yil qolish kerak. Qo'ng'iroqchasini olmadim. Lekin bunisi hozircha jim. Tortgan yo'q. Bunda ham. Nimadir bor do'stlar. Nimadir bor. Yo'q ekan. Tortish shunaqa ekan. Ko'rsanglar. Mashina turibdi hali. Putur yetmabdi. Lekin hozir yaxshi tortib qo'ydi-da, men o'yladim, balig'i bormi deb o'yladim. Yana sazan ushlasa yaxshi bo'lardi. Sazan yaxshi baliqda do'stlar.
Qo'ng'iroq sasini olmayapman do'stlar. Buni nima deydi? Vaqt ketib qoladi-da, shuning uchun. Xullas do'stlar, bitta sazancha bor hozircha. Mana 200 grammlar chiqsa kerak menimcha. Po'chincha. Hozir ko'ramiz endi mana hozir. Yana qaytarib tashladim. Chuvalchangi joyida ekan, hammasi yaxshi ekan. Xudo xolasa yana bo'lsa, yana xudo xolasa tushadi. Bilmadim qanaqa baliq. Mana u domkani tortyapti. O. Shunchalik ishonarli emas. Voy, kiyimga tegdi-ku. Hozir ilinib qolsa o'zi boshqacharoq tortib qoladi. Hozir bu ilingani yo'q hali, lekin yaxshi uryapti. Do'stlar, mana unisini o'ng tomondagini rosa tortdi. Menimcha chuvalchangini yeb ketdi shekilli-da. Ko'p qo'yamiz bir. Hech narsa yo'q. O'rtada bitta qamishcha bor, o'sha rosa xalaqit beryapti, lekin Короче, do'stlar, faqat pastagisini yeganda. Mana qarmoqchi ham qaytgan bo'lib qoldi. Hozir shu pastagisiga qo'yamiz bitta chuvalchang. O'zi shu asosan do'stlar, bilasizlar, pastdagi chuvalchangni yeb ketadi. Ko'pincha holatlarda. Ham salsa. Unchalik ko'p emas, lekin ozroq o't oqayapti shekilli. O'rtada yopishib qolgan. Bismillahirrohmanirrohim. Yana bironta sazancha bo'lsa yaxshi bo'lardi. Ha, bo'ldi, lekin bunda bo'lsa kerak, chunki buni yeb keta olmaydigan qilib qo'ydim. Kanamishni qilib. Ha, do'stlar, keladi. Ko'p qo'yamiz buni ham, bo'lsam sal tortyapti. Sal tortyapti, menimcha shu yeganmi deb o'yladim. Yeb ketgan ekan. Bugun havo normal edi. 15 plus 15 bo'lsa kerak. Menimcha. Shuning uchun baliqlar
Mayda baliqlar ancha faolda bugun. Andatrani qaranglar do'stlar. Baliq ushlab olibdi. Baliq ham yeydi ekan. Bismillahirrohmanirrohim. O. Mana do'stlar, yana o'zday qilib tashladim. Hozir endi ko'ramiz yana. Buni ham yaxshi qilib chuvalchanglarni cho'tkib qo'yib tashladim. Hozirroq kutamiz. O'zi do'stlar 1-2 marta tortib jim bo'lib qoladi, o'zi yeb ketgan bo'ladi. O'sha payt almashtirish kerak bo'ladi. Hozir boya buni men shodaligimda tortayotganimda jim bo'lib qoladi. Qarasam yo'q, yeb ketgan. Sazan. Yomon tushdim lekin. Sazan emas. Aldadi-da bizni. Bekor tepadan toyib tushganim qoldi. Sazan emas ekan. Oq baliq. Yomon emas lekin. Oq baliq ham hozirgi mavsumga yomon hisoblanmaydi. Lekin do'stlar rosa chiroyli tortib qo'ydi, sazan deb o'yladim. Yomon tortadi-da bu. Yana davom etamiz. Tashlab qo'ydim yana. O'ziday qilib. Mana. Hozir ko'rsataman. Mana do'stlar, oq baliq. Kattasida endi bu kichkinachasi bo'lsa tashlab yuborsa bo'ladi. Bas yana tashladim cho'tki qilib, chuvalchanglari joyida ekan. Ko'ramiz. Tushib qoldi. Yana bitta oq baliq bor edi. Yemni lekin ancha yeb qo'yibdi. Hozir boya yana bor edi, eslaringizda bo'lsa agar. O'sha yemdan yana ozgina, yana bir marta tashlasam agar, xudo xolasa, yana ozroq kamayadi. Keyin qo'shsam bo'ladi. Purjinkalari ancha ko'rinib qoladi. Yana ustiga qo'shib tashlasam bo'ladi shunda. Hozir yana bir marta tashay. Hozirgi oq baliqcha tushib qoldi lekin. Endi hozir mana buni o'rtaroqqa tashayda do'stlar. Bunisini bu yoqqa tashlaymiz. Bunisi bu yoqda. Hozir o'zimcha bir tortib ko'raymi deb tortib ko'rayotgandim. Oq baliq bor ekan, sizlarga ko'rsatamanmi dedim, tushib qoldi. Mana. Buni
ekan. Qandaydir og'ir bo'lib qolgan. Bo'lsa do'stlar joyiga qilib qo'yib tashlagandim, mana qaranglar endi. Anasi ilinib o'tiribdi-da. Og'ir bo'lib qoldi-da qarmoq. Chiroyli qilib qo'yib tashladim. Mayli, yana tashlaymiz. Bismillahirrohmanirrohim. Ha do'stlar, yana joyiga tushdi. O'rtaroqqa tashlamoqchi edim, menimcha yana shax kelib qoldi. Mayli, turaversin. Baliq bo'lsa bo'ldi. Tashlaganimdan hozir mana tortishni boshladi, menimcha mayda baliq bo'lsa kerak. Lekin do'stlar, bu qarmoqqa bugun ushlaganim yo'q. Hozir kelganimdan beri ushlaganim yo'q-da. Ikkita baliq ushladim, uchinchisini ham mana shunda ushladim. Karmushkalida. Davom etamiz bo'lmasam, ko'ramiz balkim. Endi vaqti bo'layotgandir baliqlar. Do'stlar, hozir bunisini g'alati tortyapti. Bir ko'rib qo'yamiz, yeb ketdimi yo'q, ko'rib qo'yaylik. Yo'q, turibdi. Lekin pastdagi kurchokni yebdi. Cho'lchangini. Hozir buni yana cho'lchangni to'g'rilab tashlayman. Karmushkani ham bir ko'rib qo'yaylik. Bu nimadir bor do'stlar. Karas shekilli. Vobla ekan. Vobla do'stlar. Bo'ladi. Quruq emas. Qarmoq tashlaganingizda quruq chiqmasa, shunisi yaxshi-da. Hozir mana unga yana ozgina xamir qo'shaman. Cho'ta bu xamiri kam qolibdi. Yebdi anchasini. Mana do'stlar, tayyor. Xamirni yangilab qo'ydim. Hozir o'rtaroqqa tashlayman bu safar. Bismillahirrohmanirrohim. Bu ham o'rtaga tashlagandim, lekin dumalab cheka kelib qolibdi. Endi mana uni hozir bitta qarmoq, bitta kurchogida cho'lchang yo'q. Hozir almashtirib qo'yaman. Eskisini olib tashlaymiz. Do'stlar, cho'ta bunga
Nimagadir tushmayapti mana shu qarmoqqa. Demak bu montaj bu yoqda aytmaydi ekanda. Shuni bilib olsak bo'ladi. Bismillahirrohmanirrohim. Qanday uzoq tashlashimiz kerak emas. Qashalarga tashlasak ham bo'ladi. Mana jigarlar. Qarmoqlar Xudo xolasa tayyor. Osmonda vertolyot uchayapti ekan, vertolyot. O, tepada. O'shani ovozi. Xullas do'stlar, tashladik mana, tayyor. Voblachani ko'rsatib qo'yay sizlarga. Tortgani ham bilmaydi, rosa sekin tortgan ekanda. Tortgani ham bilinmaydi. Bunisini tortganiga men tushuvdim-da. Xamirini yangilab qo'yay deb buni ham tortdim bo'latavera. Hozir yana xamirni yangiladik, yanada yaxshiroq bo'lsa kerak tort. Do'stlar, bu Mutniy rosa odamni zeriktirdi-ku. Shunaqa yaxshi joylar. Chota. Baliqlarning kayfiyati yo'q. Hali ozroq bor ekan-da do'stlar. Mutniyga bor ekan ozgina. Shuni tushunsalaringiz bo'ladi mana. Mutniy. Hozircha suv sovuqmi bilmadim, hali baliqlari faol emasmi? Bu vaqtgacha hech bo'lmasa bir 5 tami mayda sazan tushishi kerak edi. Yarim kilolik, 700 grammlik sazanchalar tushishi kerak edi. Yo'q chota. Qarmoqlar turibdi. Hozir Cho'lchanglar ham turibdi. Cho'lchanga ham yemabdi, qaramabdi. Endi xudo xolasa boshqa joyda ko'ramiz yana. Faqat bugun emas jigarlar, boshqa kuni. Boshqa joyda ko'ramiz desam, boshqa joyga borar ekan deb o'ylamanglar. Bugun mashhur bilan bo'ldi, endi uyga qaytamiz. Cho'lchanglari moshin turibdi. Tegmabdi ham. Mayda baliqchalar, lekin rosa ko'p. Aytar suv ustiga chiqyapti-da, ko'rinyapti. O'lgan baliqlar ham oqib kelyapti. Voy bir kilolik sazan o'lgani oqib o'tib ketdi. Bir video syomka qilmoqchi edim, ulgurmadim. Mana bitta qarashcha oqib o'tib ketyapti. O'lgan. Bilmadim, endi bu yoqlar ham do'stlar chekka joylar. Odam yashamaydi, faqat mana bu ikki tarafda repxozlar bor. Odam kam joylar. To'kda ham urushadimi deb o'ylayman-da. Bo'lmasam bu joylarda baliq ko'p bo'lishi kerak. Mana bunisini ham yig'ishtirib olsak, xudo xolasa.
Bugun shu do'stlar bitta vobla, bitta sazancha, keyin bitta kichkinaroq mana oq baliq, xullas. Oq baliq deydimi shunaqa. Chuvalchangni olamiz. Xullas do'stlar, mana bu qarmoqlarni qo'yamiz joyiga. Bitta qarmoqning joyi bu. Cho'lchakni ham shuni oldiga qo'yib yuboramiz. Nimchamni havosi ketuvdi, yechib qo'ydim. Do'stlar, xullas yangi skuter olganman. Bir 3 oycha bo'lib qoldi olganimga, lekin havo sovuq bo'lganiga video qilib ko'rsatganim yo'q. Mana endi kunlar isiyapti, xudo xolasa. Boshqa skuter oldim. Benzinli bu. Narigi zaryadkali edi-yu. Xudo xolasa bu yil mana shunda, mana shu skuterda xudo xolasa büyük ishlarni qilamiz do'stlar. Endi bu uzoqroq yuradi, benzin quysangiz ketaveradi, xohlagan joyingizga borsangiz bo'ladi. Mana do'stlar, mutnini ham bugun kelib ko'rdik. Vaziyat qanaqa, holat qanaqa ko'rdik. Hali ozroq bor, endi havolar endi isishni boshladi. Xudo xolasa yaxshi bo'lib qolsa kerak yaqin kunlarda. Endi yana kelib ko'ramiz, faqat ozroq bor, birozdan keyin yana bir 15 kunlardan keyin yana kelib ko'ramiz. Balkim bo'lib qolar. Bugungi videoga prosmotr uchun rahmat do'stlar. Xudo xolasa yana ertadan ko'rishamiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Uchrashguncha do'stlar.